Erim egoist, o'zi uchun mazza qilib yashayapti. Men erimdan o'rgandim o'zimni birinchi o'ringa qo'yishni. Yashang asalim. Men ham shunaqa o'rganganman. Faqat bitta narsani noto'g'ri o'rganib olmang. Egoistlarcha sevishni o'zingizni. Xudbinlarcha sevishni o'rganmang. Xudbinlarcha sevgan odam o'ziga tashqariga investitsiya qiladi, ichkariga investitsiya qilmaydi. Odamlar ko'radigan holat mana shu bizani o'zimizni matritsaga mos orzu havaslarni qiladi. Misol, eris mashinaga qiziqar, balki o'zi uchun mazza qilib ovqatlanishlarga borar, dam olishga borar, boshqa qilar, uy, kvartiralar olar. Lekin sog'ligi, ichki holati, ruhiy muvozanati, holati yaxshi bo'lishi uchun, qalbi tinch bo'lishi uchun ham nimadirlar qiladimi, yo'qmi? Siz o'sha narsalarni birinchi bering o'zingizga. Birinchi bering. U insonga sevgida o'zgarishiga yordam beradi. Chinakam o'sishga yordam beradi. Shu matritsada egoist bo'lib qolib ketishingizga yordam bermaydi-da, ya'ni chinakam 4-chakrada, sevgi chakrasida ochilishingizga yordam beradi. Va mana shunda ham turmush o'rtog'ingiz bilan joyingiz almashadi borib. Orzulari ushalgan ekan, farzandlari ekan, yana orzulari nevaralarini ko'rish ekan. Asalim unaqa emas, aytmayaptilar. Faqat o'zini orzusi, o'ziga tegishli bo'ladi orzu. Ayolga ham tegishli bo'lmaydi, erga ham tegishli bo'lmaydi, bolaga ham tegishli bo'lmaydi. Orzu o'ziga bo'ladi. Misol, siz sayohatni yaxshi ko'rishingiz mumkin. Misol, siz taqinchoqlarni yaxshi ko'rishingiz mumkin. Misol, siz qimmatbaho kiyimlarni yaxshi ko'rishingiz mumkin. Misol, siz yana boshqa narsalarni yaxshi ko'rishingiz mumkin. Shunaqaga o'xshab shaxsan o'ziga tegishli bo'lgan narsani aytsin. Unaqa hozir farzand, nevara u ijtimoiyda hammaga tegishli. Bitta o'ziga bog'liq emas u. O'ziga tegishlisini aytsa, hozir turmush o'rtog'i shunaqa qattiq yopilib olgan. Bunaqa gapirgan bo'lsa. Mohigul, endi kechmi kursga qo'shilishga? Yo'q asalim, hali ham iloji bor. Faqat aksiya narximiz tugagan. Hozir ham bizada seansda, guruhda hamma bir-biriga o'xshagan, hammasini eri narsist. Turmushga chiqmagan qizimizni yigiti ham narsist. Mana shunaqa guruhga yig'ilganlar. Ya'ni u qiz bilan alohida mana shunaqa seans qilib ishlaymiz. Gapiradilar, savol beradilar. Bunisi o'zini tahlil qiladi, javobini oladi. Bugun chiqib bergan savolidan. Ertaga boshqasi chiqib savolni bersa, yana bular o'zini tahlil qiladi, yozadi, javobini oladi. O'zlari ham bunaqa deb o'ylamagan boshda. Narsist abyuzerlarni nozik joylarini ayting. Nima qilasiz nozik joyni asalim? Bu tez xohlashda, bu erkaklik gormonidan. Erkaklik gormoni kuchli bo'lganda inson tez natija xohlaydi. Tez nimadir shu qo'llasada, natija foyda bersada hayoti birdan o'zgarib ketsa. Siz menga kamida 20, 30, 50 yillik savolni beryapsizlar-da. Uni iloji yo'q qizlarjonlar. Ishonmanglar ham iloji bo'lsa, darrov amalga oshirsa bo'ladigan iloji. Ularning nozik joylari menga o'xshab kuchli bo'lib ketasizlar-ku. Mana ayollarni psixologlarga borishiga erkaklar nimaga qo'ymaydi? Nimaga deb o'ylaysizlar? Nimaga? Javob beringlar shu savolimga. O'zinglar aytib qo'yasizlar, o'zinglar javobni. Menda ham xuddi shu bo'ldi, opa, men ham tushundim. Eng mehribon insonim bo'lganda ekan, lekin ozgina kamchiligiga unutganman. Yashang. Молодцы. Zo'r, hozir qalbingiz ochildidan shu gap kim yozgan bo'lsangiz ham. Ana shu qalbingiz ochilgan paytda haqiqatlarni ko'rasiz aslida. Narsist odamlar ham sevadimi yo faqat manfaat uchun manipulyatsiya qilib yashab o'tib ketadimi? Agar siz o'zingizni sevsangiz, narsist ham seva oladi. Sevadi, unga ham kerak sevgi. Siz o'zingizni sevmasangiz, u boyagi ta'sirlarini, bosimlarni qilaveradi. G'ururim yo'l qo'ymaydi aytishga. 2 kundan keyin o'sha gaplarni o'zimga qarshi ishlatadi. Shundan qochib gapirmay qo'ydim. Agar shu qo'rquvda gapirsangiz, shunaqa deydi rostdan ham. Yo'q, agar Allohga tavakkal qilib, mayli, rozi bo'lsangiz o'sha minnat qilishiga ham, sizga gapirgan gaplaringizdan o'zingizga qaytarib o'ch olishiga ham rozi bo'lib, boshqa yo'lim ham qolmadi. Nima qilsangiz, shu qilib gapirsangiz, qaytarmaydi. Ishonchda bo'lsangiz. Savolga javob yozinglar, qizlar. Men chuqur depressiyadan chiqqanimdan keyin topgan pulimni faqat bilimimga sarflayapman.
Молодцы, erim esa faqat tashqi ko'rinishiga sarflaydi. Ha, shunaqada. Boya eringiz o'zini sevadi dedingiz-ku, men ham shunaqa qildirdim. Lekin meni ham erim o'zini sevmagan aslida. Bilmaydi ham o'zini sevish qanaqa bo'lishini. Ular bilmaydi. Siz o'rgatasiz. Aslida sevgi qanaqa bo'lishini. O'ta, dadingiz oldiga borib turing mana. Yo'q, oshmadi. Choping. Dars o'tyapman, o'ta. Eshigimni yopib keting. Undan aqlli, kuchli bo'lib ketadi deb o'zingiz savol berasiz-da, o'zingiz javobini bilasiz-mi, asal qiz? Haqiqatdan ham ularning nozik joyi shu. Narsiss erkak ayolini ilmli bo'lib, undan o'zib ketishidan qo'rqadi. Aqlli erkak, dono erkak, haqiqiy erkak pozitsiyasidagi inson hech qachon qo'rqmaydi. O'qitadi ayolni. Voy, psixolog ayolimni ongini zaharlamaydimi ekan demaydi u. U chunki ayoliga ishonadi. Agar ayoliga chinakam ishonsa, biladi u psixologni qanaqasini tanlashini, qaysi psixologdan to'g'ri ma'lumot olishini 100% biladi. Bu degani sizga ishonmaydi degani. Psixologga emas-da. Ya'ni o'ziga ham ishonmaydi. Chunki o'zini nozik joylarini biladi. Sizni manipulyatsiya qilib yashayapti bugun. Atrofingizda sizga qancha odam ko'rib turibdi, qanaqa imkoniyatingiz, yaxshi jihatingiz borligini. Narsiss yo'l qo'yib bermayapti sizga, ishonchingiz yo'q o'zingizga. Lekin siz o'rgandingizda, ochildingizda, tushunib qoldingizda, haqiqatni o'zingiz xohlagandek yashayapsiz. Tasavvur qiling, narsistni manipulyatsiyasiga kirmaysiz, xafa ham bo'lmaysiz, ta'sirlanmaysiz. Dunyoni suv bossa o'rdakka neg'am deb yuribsiz-da. Narsiss chunki manipulyatsiya, ezish, tanqid ostidan energiya zavq oladi-da insondan. Siz shu narsalarni qo'yib bermayapsiz. Albatta qo'rqadi. Nozik joyi shu faqat narsistni. Tamom. Shu bilan zarba berib to'xtatasiz narsistni. Misol, uni qo'lida hech qanaqa chiqaradigan kartasi qolmadimi? Qurol qolmadimi? Sizga bosim qilib, sizni bo'ysundirib, sizni yo'liga soladigan hech qanaqa yo'li qolmadimi? Bo'ldi. U inson sizniki. Sizni qo'lingizda degani. Endi siz hal qilasiz hayotingiz qanaqa bo'lishini. Narsist emas. U ayol bo'lsin, erkak bo'lsin. Siz hal qilasiz, siz xohlagandek yashaysiz. Endi narsist xizmat qiladi, sizni orzularingiz, sizni hayotingiz yaxshi bo'lishiga, sizni baxtli bo'lishingizga. Buning uchun qancha mehnat kerak, asallorim, birdan bo'lmaydi-da. Kuchli bo'lib ketadi deb yashang. Chunki o'zida kuchsizlik jihati borligini biladi. Chunki xotinim o'zini haq-huquqlarini bilib olib, mendan zo'r bo'lib ketadi deb qo'rqadi erim. Ham shunday, ham o'zini kuchsiz hisoblaydi, o'ziga ishonmaydi va bir kun siz uni qo'lidan chiqib ketishingizdan ham qo'rqadi. Chunki o'ziga ishongan erkak hech qachon ayolidan xavotirlanmaydi. Yurib ketadi, meni tashib ketadi, menga yomon munosabat qiladi demaydi. Chunki o'ziga ishonadi-da u. O'ziga ishonchni narsistlar bolaligida ko'rmaydi. Voy, Sevinch Mo'minovani gapini doim aytaman-ku. Bor, tirik qol, sen ham odammiding deb o'sha oilada o'sha erkakka o'rni yo'qmi bolalikdan? Bolalikdan butun umr uylanganda ham hattoki. Bo'ldi, uni o'ziga ishonchi yo'q. U yasama ishonch yasab olgan sizni oldingizda. Kerilib, o'zicha boshqarib, sizni nazorat qilib, boshqa qilib, buyruq qilib, urib kerak bo'lsa, ha? Kechirasiz. Bunga u aybdor emas, siz aybdorsiz. Siz ochib bergansiz darvozangizni. Ki, mana maydon, egalla, hammasi senga deb topshirib qo'ygansiz. Nimaga topshirib qo'ygansiz? Chunki ong ostingizda ota-onaga to'yinmagan, mehrga to'yinmagan qismingiz och yotibdi. Yopishib olgansiz. Yopishib olgansiz. Shu inson bo'lmasa, xuddi hayotingiz tugab qolayotgandek, nafas ololmayotgandaysiz, yasholmayotgandaysiz, hayot tugab qoladigandek. Narsist buni his qiladi? Qanday his qilmasligi mumkin? Har doim oilalarda bitta inson sevgiga qurbon, bitta inson sevilib maza qilib yashaydi. Zo'r yashaydi. Umuman o'zini xafa qilmaydi. Bir o'ylab ham ko'rmaydi. Shu bechora meni sevib qiynalib ketdi hayot davomida. Men shunga ko'p azob berdim deb o'ylamaydi ham. Chunki u o'zini sevilishga haqliman deb biladi. Shunday bo'lishim kerak deydi. Ong ostida u ham aslida ota-onadan o'ch olayotgan bo'ladi. Siz ham ong ostingizda ota-onaga to'yinmagan qismingizdagi mehrga och joylaringizni, e'tiborga och joylaringizni shu erkakdan olayotgandek bo'lasiz. Xuddiki bu ham ketsa, ota-onam meni tashlab ketdi degan ma'noda hech kimsiz qolib ketayotgandaysizda. Tanlanmagan, tashlandiq bo'lib qolib ketadigan hisda bo'lib qolib ketishingiz mumkin. Shunaqa qo'rquv bor ichingizda, bir yuzlanib ko'ring. Shuning uchun ham narsistlarga ko'pincha yopishib yaxshi ko'rishadi. Ayol ham, erkak ham. Misol, ayol narsistlar bor, e'tibor qiling.
eri yopishib oladi yaxshi ko'rib. Rosa yomon bo'lsa ham ayoli yoki shu narsis erkaklar bor, ko'chaga ham shunaqa ko'zlari o'ynab turadi-da, ayoli o'lib qoladi, lekin shu xiyonatda yursa ham, shu baxt nimaligini ko'rsatmasa ham shu erkak ayoli o'lib qoladi shuni sevib. Shundan narsis ozuqa oladi, sevmaydi ayolini. Manipulyatsiya qilish bo'yicha erimga yetadigani yo'q. Shunaqa. Narsis bilan abyuzer farqi nima? Narsisdan kuchliroq formasi abyuzer. Ular juda kuchli, xastaroq. Ularda nisbatan tuzalish qiyin. Sizlardagi er abyuzer emas, qizlarjonlar. Abyuzer er boshqacha. Men unaqa holatdagi ayol bilan ishlaganman. Abyuzer erkak bilan yashagan, juda ko'p yillar yashagan ayol bilan ishlaganman. Uni hayotini aqllaringga ham sig'dira olmaysizlar. Abyuzer qanaqa kun ko'rsatganini aqlga sig'dirib bo'lmaydi u ayol ko'rgan kunini-da. Yashab kelganni shu paytgacha. Yashab qolganni hayotda. Yaxshi ham boshqa narsa qilmagan shu ayol. Abyuzerlar juda yomon. Ular haqida shuning uchun gapirmayman. Ular ko'p emas unaqa jamiyatimizda abyuzerlar. Narsistlar ko'p. Narsis ayol ham, narsis erkak ham ko'p. Biz faqat o'zimizni holatimizni, muammomizni bo'rttirish xususiyatiga egamiz-da. Xuddi shunaqa qo'lidan chiqib ketib bo'ldim, o'ziga umuman ishonchi yo'q, qo'rqoq ekan aslida. Yashang, yaxshigina ishlabsiz siz qiz bor-ku. Sizni nima deydi? Bitta maqol keldi, aytsam tanishimmassizda, qanday qabul qilasiz tushunmay turibman, shunga ayta olmayman. No, harakat qilsangiz ko'p narsa qilsa bo'ladi siz bilan. Yaxshigina o'sib kelibsiz. Shunaqa ota-onamdan umuman mehr ko'rmagan qizcha edim. Endi erim menga mehr beradi deb jonimni bergan ekanman. Hozir erimdan nafratlanaman, qalbimdan sug'urib tashladim. Aslida eringizdan emasda nafrat. Bolalikdagi o'sha mehr ko'rmagan qismingiz bilan yaxshi ko'rdingiz eringizni. Ota-onaga nafrat bordi. Ota-onadan endi birga yashab o'sha alam, o'sha nafratni olish iloji yo'q-ku. Shuning uchun ongsiz holatda ota-ona deb o'ylab eringizdan olyapsiz-da nafratni, alamni. Gapirib bering abyuzer haqida. Nima qilasiz abyuzerni eshitmang. Eshitsangiz eringizni borib g'ururingiz bo'lsa ham peshonasidan o'pib olasiz eringizni. Abyuzerni eshitib ko'rsangiz agar qanayligini. Meniki sevaman deydi, lekin ko'p meni o'ldirishga urinadi, osishgacha borgan. Bu ham manipulyatsiyami yo miyasida muammosi bormi? Juda kuchli ayolga og'rig'i bor asalim. Juda ko'p ayol kishiga nafrat qilib ketgan. Nafaqat ona, balki boshqa birov ham bo'lishi mumkin. Chunki jinsiy travmalar bilan ham ishlaganmiz ayollarda. Erkaklarga nisbatan qolib ketgan og'riq ongsiz holatda eri bilan davom etyapti. Eri yaxshi odam, eri zo'r odam, lekin eri bilan munosabat yaxshi emas. Chunki bolalikdan travma qolib ketgan jinsiy ma'noda. Shuning uchun ham erkaklarda ham shunaqa bo'ladi-da bolalikda. Ayollar bilan ham qanaqadir travmalar qolib ketishi mumkin. Misol, qaysidir o'qituvchi hammani yonida shapatilab, urib, xo'rlagan bo'lishi mumkin. Yoki erkaklik sha'niga noto'g'ri gap aytgan bo'lishi mumkin. Juda yomon ta'sir qiladi. Hamma narsa bo'lgan bo'lishi mumkin eringiz bilan. Uni oldindan aytib bo'lmaydi. Bemalol aytavering gapingizni, nima desangiz ham to'g'ri qabul qilaman. Boqsa odam bo'ladi deydi-ku. Tarbiya qilsa odam bo'ladi deydi-ku. Maqol to'g'ri keladi deb aytmoqchi edim sizga. Qizlar, praktika qilamizmi? Eringlar narsis emasligini bilmoqchimisizlar? Bizda Telegramda ham menimcha ishtirok etganlar bor bu mavzuda. Bilgilaring kelsa o'rgataman.